Acaba seni bağrımga basadigan fursatlarim manga taqdir nasib qilmaydi shundami? Uyimiz yo'q o'sin bo'pti. Sening opang dadangga tekkanmi, dadangning uyiga tekkanmi? Ne deyapmiz hemşe? Biz o çoğu deyapmamda. 3 yıl tutumuz uyini 2 kun tug'sa ilgirki qalayim qaqilimiz dadam o'zigirdi uyib berdi bizga. Ne buldun daldurum inim bek tushgan qo. Ya aga, muhabbet degan qotil men yana bir qadam hujum qilishni boshladi aga. Bir qiz ol to'y qilaylik sen bo'ldi qilaylik dedi aga. Nima shunday deyki daldurum? Naringni yaratmabsizki? Nima deydi aga? Uying yo'q-ku deydi, uying. Ko'nglingni yerim qilma inim. Hozir chimalla ashunda hozir. Maylingiz bormi desang uyingiz qavo deydi. Sening bu yaxshi ketixi. Uyning jidilni qilibdi. Ba'zi birlari va jiddan tavsiyalar qilib oldi. Uy, mashin, manchlik naqfol deb. Ba'zi bir ganterlar va ketixi. Bir qizvolning qo'lini tutib baxmagan bo'lishingiz kerak deb qo'yishlar va ekan. Ha, beshikdagi allay o'g'ilchoqlarga yojing yetib bo'ldi yoziq bu taraf. O'g'lingizning qo'lini birinchi qizini tutdi deb. Ko'nglingni yerim qilma bo'ldi. Bu qizvol va qara. Ba'zi bir qizlar hozir qanday o'tibdi desam, qo'lingda hech nima yo'q, yonchiq bo'sh vaqtida sen bir yetim terak deydisan. Hamma narsang to'liq bo'lsa, men faqat senga kerak deb yig'laydi oldingda. Va baldur to'y qilganlarni ko'ryapmiz-ku ana. Yuriydi 5 sangiltib, o'ttaga yerdetdi ko'p. Tunji muhabbatim qaysi ayadiki, mana ag'ani kallam nediki deb. Ko'nglimni sizga hargiz yerim qilmabdi. Sen bana qarang, xotni olma demay, mashina al. Qanda? Biray to'xtatib to'tga yo'qab kelsang joyim turdi. Aka, kallamni yudung'u. Bo'ldi ya, menga tegimgan qizvolning ko'zi ko'r olsin. Pattiqini qo'limda rol olsin. Bu qarikizlar o'tirib ketishlar qo'y. Sattasiqiz, yadin kelishinglar. Shu mashikimiz bozordan qaytib piyoda inib kelgan. Tutlar mag'rib ketdi. Qaniyliqi po'ychari chiqirib qo'ygan rolni tutib tushgan bo'lmaringlar. Bu mashina ayolimga bergan mashina, shayda o'tdi. Adil silning mashinchi, qarikiz. Ha, u mashinani xotinga bergan ashning nomini qilgan uni. Mening tishim patmay jumoningga. Yo, xotnoning nomida mashinani birib 2 kun piyoda yuribsanda 11 gizili. Dalmaliq. Şunun qarğan 2 kunning nomi Toshpo'rekdan boshqa hech kim qolmabdi. Va bo'l chaqchaqim Mariya daldirim. Bajinim. Ha, kelib bo'ldingizmi uyga? Hozir kiray. Ha, bo'ldi, qo'ydilaringiz men ko'tarib kiraman. Bo'ldi, siz tushmang. Men ko'tarib kiraman. Bo'ldi, hozir kiray. Vallahi men qo'pay. Ayolim kelibdi-ku, qo'ydilar o'tdi-ku, men ko'tarib akirib ham bo'lmaydi. Ya qo'ydiysan, esim kelyapti to'ras. Bayatim bizning xotinning qo'ydiysi kelibdi, ko'tarib akirib degan ras. An ko'tarib akirib tejma vallahi men. Menga qaytayli bo'lmasa. Bo'ldi. Mashkis ko'tamga qo'saqli qapti. Tushildikin doktorxonaga berib kelsak, satat to'g'ibdi deb. 40 kundan keyin paperda o'tirib olsak, satat 40 dan chiqdi deb.